Nodir aka, avvallari Arion 630 traktorining motor remontida grafit asosli kompozit prokladkalar ishlatilardi. Hozirda ko'plab Arion traktorlari remontida temirli golovka prokladkalar ishlatilyapti. Buni sababi nima? Hozirgi kunda temir prokladkalarni areollarga ishlatilishining sababi ko'p yillar mobaynida ishlagan traktorlar 3-4 marotaba golovkalari remont bo'lgan. Remont jarayonida ularni 3-4 marotaba yuzasidan tekislash maqsadida shilib olib tashlangan va natijada yonish kamerasi sig'imi kichraygan va golovkani o'zi ham yupqalashgan. Demak, temirli prokladkalar yonish kamerasiga sig'im kichrayganligi sababli qo'yiladi. Agar sig'im kichraysa, qanday holat yuz beradi? Temir prokladkalar 4 qavatdan iborat bo'lib, golovkani tekislash uchun shilingan qismini to'ldiradi va yonish kamerasi normal holatga keladi. Agar temir prokladkalar qo'yilmasa, yonish kamerasida bosim ko'tarilib ketadi va issiqlik ortib ketadi. Natijada oddiy yupqa prokladkalarni tez kuydiradi, ishdan chiqaradi. Bizda ushbu prokladkalarning ikki xil turi ham mavjud. Agar sizlarga ushbu prokladkalarni narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plyus belgisini qoldiring yoki bizni sotuv bo'limimizga murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz mutlaq bepul.